Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsangizlar bo'ladi, kelini Antaliyadan turib qaynonasini podarka etib o'tar ekan. Aynan mana shu yuzukni ko'rsangizlar bo'ladi, rossiyskiy sifatli oltin hisoblanadi. Narxlarni ham arzon etib, chiroyli etib berdik. Kelinlarning ishlarini omadini bersin, qaynonasini esa umr uzoq bo'lsin deymiz. Aypa, sizmi elchi? Yo'q, yuzingizni tushirib o'tirganim shuning uchun o'chib tasha deb aytadi. Tabriklaymiz, yaxshilikqa nasib etsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. 750 proba, 2'da 10 karat, 910 gram. Xudo xolasa ko'rsangizlar bo'ladi, shunda chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan karat brilliantni turmush o'rtoqlari sovg'a qilyapti ekan. Narxlarni arzon etib chiroyli qilib berdik. Buning yaltirashlarini alohida bir baho berib o'tasizlar. Hammaga shunday chiroyli narsalar tag'ib yurish nasib etsin. Bemalol shunday xizmatlar kerak bo'lsa bizga kelaverasizlar, xohlasanglar narxga, xohlasanglar muddatli to'lovga hal qilib beramiz. Tabriklaymiz. Yaxshilikqa nasib etsin. 371 karat 10 gram tilla, 750 proba karat brilliant. Qozog'istonga ketyapti, xudo xolasa. Qozog'istondagi klientlarimiz oldirtiryapti. Ko'rinishlarini alohida bir baho berib o'tasizlar. Sifatlari a'lo darajada, narxlarni ham albatta chiroyli etib, arzon etib berdik. Tabriklaymiz. Yaxshilikqa nasib etsin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsangizlar bo'ladi, shu sirg'amiz bilan yuzugimiz 50 qaladan kelgan mijozimiz onasining tug'ilgan kuni bo'lganicha onalarni xarid qildilar. Narxlarni arzon etib, chiroyli etib berdik. Xudo xolasa endi 50 qala qaytib keladigan priz pullarini ham qaytib, xullas rozi qilib berdik. Rossiyskiy sifatli tilla kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Xohlasangizlar narxga, xohlasangizlar muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Siz kim edi? Tabriklaymiz. Bakenskining birga bir kopiyasi. Buni ham qoshi jovdirab yanada yana sevimli deb aytiladi nomlari. O'sha narsamizni oldi yana. Tabriklaymiz. To'ylarga tayyor chiqqan. Bundan ham yaxshilanib tursin. Omad.